Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi xabarlar programmamizga xush keldinglar. Programmamizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndə aytinglar, bugungi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. 2023 yil 6 ayning 12 kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin axborot e'lon qilishini chip muxbirlarning savollariga javob bergan. Reuters agentligining muxbiri Amerika Davlat bexatarlik ministrligi yaqinda atalmış Şinjan avtonom rayonluq hukumat bilan hamkorlashib, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz ishchilarini atalmış Şinjanning har qaysi rayonlari va ichki өлкәләргә o'tkazib majburiy emgakka salganlik uchun Xitoyning ikki shirkatidan mal import qilishni cheklagan edi. Siz buningga qanday qaraysiz deb so'raganda Wang Wenbin atalmış Şinjandagi majburiy emgak atalg'usi Jungoga qarshi kuchlar tarafidan Jungoga tuhmat chaplash va Jungoning xalqaradagi obrazini xunuklashtirish uchun o'ydirib chiqarilgan bir asrlik yolg'onchilik. Bu atalmış Şinjandagi har qaysi millatlarning emgak huquqi va manfaatiga butunlay zid bir ahvol. Amerika bu yolg'onchilikni asos qilib atalmış Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini yo'l qo'ydi. Amerika Jungoning ba'zi shaxs va shirkatlarini jazo tizimiga kirgizdi va Jungo shirkatlarini bostirish doirasini kengaytdi. Shunday bo'lganda dunyo Amerikaning majburiy emgak nomida Şinjanda majburiy ishsizlik paydo qilmoqchi ekanligini texnik aniq ko'ra oladi. Bu mohiyatda Şinjanning gullanishi va muqimligiga buzg'unchilik selish shundaqla Jungoning taraqqiyotini orqaga chekindirish uchun o'ydirib chiqarilgan asr halqagan sepi o'zidan yolg'onchilik. Jungo Amerikaning bu tuhmatini qat'iy ayblaydi va qat'iy qarshi turdi. Hamda unumli tadbir qo'llanib, Jungo shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatini qat'iy qo'g'daydi deb bildirildi. 2023 yil 6 ayning 13 kuni Qashqarda atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonluq sayohat idorasi atalmış Şinjan yaxshi joy nomida sayohat va taraqqiyot yig'ini ochdi. Bu yig'inda jami 25 muhim sayohat turi imzolangan bo'lib, umumiy to'xtam qiymati 28 milliard 776 million yuan bo'ldi ekan. Bu tur atalmış Şinjanda o'tkazilgan sayohat taraqqiyot yig'inida 14 muhim madaniyat va sayohat turi yo'l qo'yilib, 14 milliard 300 million yuandan oshadigan to'xtam imzolangan ekan. Yig'inda atalmış Şinjan sayohat kasbining bargan sir taraqqiy qilganligi o'tirib qo'yilib, iqtisodiy sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 5 oyida Sharq Turkiston 72 million 706 ming sayohatchini kutib olgan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 34,91% oshgan. Sayohat kirimi 62 milliard 479 million yuan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 74,86% oshgan. Shu kuni yana atalmış Şinjan sayohat kooperativi jamiyati, Qozog'iston sayohat agentligi jamiyati, Qirg'iziston sayohat tijoratchilar jamiyati, Tojikiston davlatlik sayohat idorasi jamiyati, Turkmaniston sayohat agentligi jamiyati va O'zbekiston sayohat mablag' saqlovchilar jamiyati atalmış Şinjan O'rta Osiyo sayohat hamkorlik ittifoqining imzo qo'yish marosimini o'tkazdi. Bu ittifoq O'rta Osiyo va atalmış Şinjan sayohatchiligining taraqqiyot yo'nalishi ustida tadqiqot olib berib, bu ittifoq O'rta Osiyo va atalmış Şinjan sayohatchiligining taraqqiyot yo'nalishi ustida tadqiqot olib berib, a'zolarning boylik va sayohat boshqarish tajribasini ilgari surib, sayohat boyligini baholash, sayohat bozorini tekshirish, sayohat gullanish ko'rsatkichi mo'ljarini qanot yaydirib, sayohat shaharlar qatorliq universal ko'rsatkich uchurlarini almashtirdi ekan. Buningdan boshqa shu kuni yana Xitoy tashqi madaniyat savdo bazasi, davlat darajalik qarta elish maydonlari, davlat darajalik sayohat va istirahat o'rinlari, milliy madaniyatlik sayohat ulgu ko'rsatish o'rinlari, Xitoyning klimat va ekologiyalik tabiiy sog'lomlik markazi va Xitoyning Sharq Turkistondagi yozliq oromgohlarga ijozatnoma tarqatib berilgan. Programmamizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.